Assalomu alaykum. Sizlar bilan aynan shu videoda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. O'zingiz yangi maqsadlar va challenge'lar qo'yib, aynan shu videodan boshladingiz. O'ylaymanki, oxirigacha yetkazib borasiz. Meni ismim Javohir, yoshim 23 da, hozir marketolog pozitsiyasida ishlab kelaman. Aynan bugungi shu videoda biz kurs modullari nima haqida va professional targetolog kim, o'zi qanday bo'lishi kerak, shular haqida gaplashamiz. Kurslarimizga to'xtaladigan bo'lsak, kurslarimiz naqd ikkita sezonga bo'lingan. Birinchi sezonda hozir siz bilan gaplashib turibmiz. Bunda umumiy ma'lumotlar, ya'ni biznes portfoliomizni nastroyka qilish, har bitta knopkalarning maqsadi, u qanaqa so'zlat qilinadi, shular haqida gaplashadigan bo'lsak, ikkinchi sezonimiz bo'lli seryozniyroq hisoblanadi va u naqd 3 ta modulga bo'linadi. Birinchisi target yoqqungacha qilinadigan ishlar. Bu bo'ladi CASDEV, har xil analitikalar, undan tashqari maqsadli auditoriyani aniqlash, ularni segmentlarga bo'lish, kreativ bilan qanday to'g'ri ishlash, ularga qanday to'g'ri joyda call to actionlar berish, shular haqida bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi modulimiz target yoqayotgan jarayon, ya'ni operativ strategiyalar bo'ladi. Bunda qanaqa to'g'ri nastroyka qilish, har bitta yoqayotgan targetimizni, maqsadli auditoriyamizni to'g'ri tanlab bilish, undan tashqari target yoqayotganda kerak bo'ladigan toollar, ya'ni ManyChatlar, undan tashqari CRM ga ulash, shular haqida ko'proq nima deydi, operativ narsalar, ya'ni operativ strategiyalar haqida gaplashamiz va oxirgi 3-modulimiz bu target yoqib bo'lingandan keyingi jarayon hisoblanadi. Mijozga qanday to'g'ri ma'lumotlarni yetkazish, keyingi bosqich, ya'ni keyingi kreativ qanday bo'lishini prognoz qilishlar kiradi. Kurslarimiz qanaqa sezon va nima modullarga bo'linishi haqida gaplashdik. Endi bo'lsa professional targetolog kim va o'zi qanday bo'lishi kerak, shu haqida gaplashamiz. Professional targetolog biznesmen yoki bo'lmasam qaysidir kompaniyani marketologi bilan kelishib bo'lganidan keyin o'sha kompaniyani yoki bo'lmasam biznes egasini mahsulot yoki servisini yaxshilab o'rganib chiqadi. Uni kuchli offerlari bormi, yo'qmi, shuni aniqlab chiqadi. Ikkinchi qiladigan ishi mahsulot o'rganib bo'lganidan keyin o'shanga asoslanib CASDEV qilib chiqadi. CASDEV nima? Buni aynan o'sha dars kelganida aniq bilib olamiz. Uchinchi qiladigan ishi o'sha maqsadli auditoriyani segmentlarga bo'lib chiqadi va har bitta segment nima og'rig'i bor, shu narsani aniqlab chiqadi. To'rtinchi qilinadigan ish o'sha bo'lib chiqilgan segmentlarga har bittasiga yo bittadan yo bo'lmasam ikkitadan skript yozib chiqiladi. Bu albatta o'sha budjetdan yo bo'lmasam strategiyadan kelib chiqqan holda. Va 5-chi qilinadigan ish o'sha skriptlarga mos tushadigan face aniqlanadi va professional targetolog har bitta syomkaga, ya'ni targeting uchun chiqadigan syomkaga o'zi qatnashadi, o'zi nazorat qilib boradi va feedbacklar berib boradi montaj jarayonida ham. 6-chi qilinadigan ishga keladigan bo'lsak, o'sha videolar tayyor, hamma narsa zo'r. U target nastroyka qilinadi. To'g'ri nastroyka qilinadi, kerak bo'ladigan toollar ishlatiladi strategiyaga qarab va oxirgi 7-chi qilinadigan ish o'sha analiz boshlanadi. Qanchadan kelib tushyapti, qanaqa rezultat ko'rsatyapti. Bu strategiyaga qarab 8, 9, 10, 11, даже 12 ga ham chiqishi mumkin. Biz shu videoda hozir professional targetolog kim va nima ish qilishi, ya'ni target yoqqungacha nima ishlar qilib boriladi, target yoqilayotganda nima ishlar qilinadi va target yoqilgandan keyin nima narsalar bo'ladi, shular haqida qisqacha gaplashdik. Bu kirish qismida siz bilan gaplashadigan narsamiz tugadi. Xudo xohlasa, keyingi darslarimizda uje sekin-sekin kirib boramiz. Facebook nima, Instagramda reklama berish qanaqa, shular haqida gaplashamiz.